بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuga shunday nasihat qildilar. Usika ya Muoz la tad'anna fi dubri kulli salatin taqul Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Imom Ahmad va Abu Dovud rivoyat. Rasululloh aytdilar: "Ey Muoz, men sizga har namozni ortidan Parvardigor seni zikr qilishda, senga shukr qilishda va senga go'zal tarzda ibodat qilishda menga yordam ber" deb aytishingizni vasiyat qilaman. Bizdan sodir bo'layotgan har qanday yaxshi amal Alloh taoloning tavfiqi bilangina amalga oshadi. Tavfiq Alloh tomonidan bo'lgan yaxshi amallarga berilgan ilhom. Alloh taolo sizni yo'llab turishligi, Alloh taolo sizni o'zingizni holingizga tashlab qo'ymasligi. Mana shu tavfiq deyiladi. Tavfiqqa ega bo'lgan odam ikki dunyoni yaxshiligini qo'lga kiritgan odam. Qaytaramiz. Alloh tomonidan bo'lgan tavfiqqa ega bo'lgan odam ikki dunyoning saodatini qo'lga kiritadi. Alloh azza va jalla Qur'onda shunday marhamat qiladi. Astagfiru billah. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Qarang. Tavfiqqa ega bo'lishimiz uchun biz nima qilishimiz kerak? Nima qilsak bizga tavfiq keladi? Robbimiz subhanahu va taolo Nahl surasida shunday marhamat qiladi. Erkakmi yo ayolmi? Kimda kim? Mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato eturmiz. Bu Allohning va'dasi. Erkakmi ayolmi? Mo'min bo'lsa, musulmon bo'lsa, yaxshi amal qilsa, Alloh unga pokiza hayotni ato qiladi. Ibn Kasir aytadi, bu solih amal qilgan bandaga berilgan Allohning va'dasi edi. Solih amal sizga tavfiq kelishligining sababi ekan. Qancha savobli solih amalingiz ko'p bo'ladi, shuncha tavfiqqa ega bo'lasiz. Solih amal nima? Solih amalda nimani aytamiz? Qalbida Alloh va uni payg'ambariga iymoni bor bo'lgan erkakni, ayolni ixlos bilan kitobi sunnatga muvofiq suratga qilgan amali solih amal deyiladi. Sizni ko'zingizga ko'ringan, yaxshi bo'lib ko'ringan amalni hammasi solih amal deyilavermaydi. U amal solih bo'lish uchun kitobi sunnatga muvofiq bo'lish kerak. Ixlos bilan qilingan bo'lish kerak. Mana shunda solih amal deyiladi. Mana shunday solih amal qilgan bandani bu dunyoda hayoti osuda, pokiza bo'ladi. Qaytaraman. Mana shunday solih amalni qilgan bandaning mana shu dunyodagi hayoti pokiza, osuda bo'ladi. Oxiratda bo'lsa, bunaqa amal qilgan odamga dunyoda qilib o'tgan amallarini eng yaxshilari uchun mukofot beriladi. Yuribmiz ko'cha-ko'yda. Nima deb? Bola chaqa tirikchilik deb. Nima uchun tirikchilik, bola chaqa deb yuribmiz? Hayotimiz osuda bo'lishi uchun. Va o'ylayapmizki, chaqamiz ko'p bo'lsa, hayotimiz zo'r bo'ladi. To'g'rimi? Pulimiz ko'p bo'lsa, hayotimiz zo'r bo'ladi. Oyatda aytayapti, boymi, kambag'almi muhim emas ekan. Mo'min bo'lgan holda solih amalni ko'p qilsa, Alloh shu odamning hayotini pokiza qilar ekan. Boy qilib qo'ymas ekan. Millioner qilib qo'ymas ekan. Albatta mansabga o'tkazib qo'ymas ekan.
qanaqa hayot bo'lganda ham, rizqi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar hayoti pokiza bo'lar ekan. Pokiza hayot qana bo'ladi? Osuda, osoyishta, xotirjam, qo'rquvsiz, qayg'u-xavotirsiz, g'am tashvishsiz hayot. Shunaqa hayot kerakmi? Solih amalni ko'proq qilaylik. Pokiza hayot degan so'zni Abdulloh ibn Abbos halol pokiza rizq deb tafsir qiladi. Ali roziyallohu anhu pokiza hayotni qanoat deb tafsir qiladi. Talha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu pokiza hayotni baxt, saodat deb tafsir qiladi. Imom Zahhok pokiza hayotni halol rizq va dunyodagi ibodat deb tafsir qiladi. Mana shularda hammasi pokiza hayot bo'ladi. Kimga berilar ekan bu? Solih, savobli amallarni ko'p qilgan odamga. Tavfiq Alloh taoloning fazli. Tavfiq Alloh taoloning marhamati. Nima degani? Haq bor, fazl bor. Haq siz ishlab olishga haqqingiz bo'lgan narsa. Tomini yopib berdingiz 10 ming so'mga. 10 ming so'mni olishingiz sizni haqqingiz. Endi uy egasi sizni ishingizni puxtaligini ko'rib turib, yana 1000 so'm berib qo'ydi. Majbur emas. Endi bu fazl. Ana shu solih amalni qilib Allohdan tavfiq umid qiluvdik, Alloh taolo shunday berib qo'ydi, fazl ko'rsatdi. Ma senga deb. Vaholanki loyiq emas edi unga. Demak, tavfiq Alloh taoloning marhamati ekan va fazli ekan. Bizni bu yerga qilayotgan solih, savobli amallarimiz tavfiqni kelishiga sabab xolos. Agar Alloh xohlamasa, fazl ko'rsatishni xohlamasa, solih amal qilganingizdan keyin ham bermay qo'yadi u tavfiqni. Fa'alul lima yurid. Robbimiz o'zini xohlaganini qiladigan zot. La muaqqiba li hukmihi. Hech kim Alloh taoloni hisob-kitob qila olmaydi. Nimaga bermading deya olmaydi. Sizni qilayotgan savobli solih amalingiz tavfiqning kelishiga sabab, lekin beradigan Alloh. U sababni qilsangiz ham bermay qo'yishi mumkin. Chunki tavfiq Allohning nimasi ekan? Fazli ekan. Shuning uchun men manaqa ish qilib qo'ydim, manaqa ish qilib qo'ydim. Endi albatta tavfiq keladi deb baho bermang o'zingizga. Men masjid qurib qo'yganman. Men birovning haqqini yemaganman. Halol pul bilan bolalarimni boqqanman. Endi bolalarim aniq zo'r bo'ladi demang. Chunki bu siz qilgan savobli amallaringiz, solih amallaringiz sabab xolos. Tavfiqni haqqi emas. Men mashincha savob ish qilib qo'yganman, meni hayotim zo'r bo'ladi deb katta gapirmang. Chunki savobli amallaringiz bor yo'g'i tavfiqning sababi. Alloh xolasa sababni qilsangiz ham bermay qo'yadi. Banda Allohni rozi qiladigan amallarga qanchalar shoshilar ekan, uni ustiga Allohning rahmati shunga yarasha kelaveradi. Dinga bo'lgan fidokorligimizga yarasha Alloh taoloning rahmatiga erishamiz ikki dunyoda. Qaytaraman. Allohning diniga bo'lgan fidokorligimizga yarasha Alloh taoloning rahmatiga erishamiz ikkala dunyoda ham. Din peshin paytida namoz o'qib qo'yish, Ramazon kelganda roza tutib qo'yish la bo'lsa, boshqa payt bilgan ishingizni qilib yurgan bo'lsangiz, demak dinga fidokorligingiz yo'q ekan. Din faqat Ramazonda roza tutib qo'yish, Qurbon hayit kelganda hayit qurbonlik so'yib qo'yish, namoz vaqti bo'lganda namoz o'qib qo'yishlar emas. Hayotingizni boshidan oxirigacha din idora qilish kerak. Shunda Allohning tavfiqi keladi. Bandani qalbi Allohga bo'lgan iftiqor bilan to'lishi, o'zini aqliga suyanmasligi, o'zini quvvatiga, puliga suyanib qolmasligi, o'zini ojizligini tan olishi, zaifligini tan olishi, ilmsizligini tan olishi, Robbisini qo'llab-quvvatlashligiga muhtoj ekanligini his qilishi tavfiqning sabablaridan. Pulingizga ishonmaysiz?
ilmingizga ishonmaysiz, aqlingizga ishonmaysiz, zaifligingizni tan olasiz, Parvardigor seni qo'llashingga muhtojman deb turasiz. Shunday bo'lsangiz, Allohning tavfiqi keladi. Ma'qulmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Masalu hadihil ummati kamathali arba'ati nafarin." Bu ummatning misoli 4 ta odamning misoliga o'xshaydi. Bir kishiki Alloh unga mol va ilm ato qildi. Bas u ilmiga amal qiladi, molini infoq qiladi o'rniga. Bu birinchi odam. Ilmi ham bor, puli ham bor. Ilmiga ham amal qiladi, pulini ham infoq qiladi. Endi ikkinchi odam. Bir kishiki Alloh unga ilm ato qildi, mol ato qilmadi. Ilmi bor, puli yo'q. Endi shu ikkinchi odam aytadiki, agar menda ham ana va birinchi odamga o'xshab turib pulim bo'lganida, men ham pulimni savobli o'rinlarga sarf qilar edim. Rasululloh aytadilar: "Fahuma fil ajri sawa." Ikkalasi savobda teng. Birinchi odamda puli ham bor, ilmi ham bor. Ikkinchi odamda puli yo'q, ilmi bor. Birinchi odam ilmiga amal qilyapti, pulini sarflayapti o'rniga. Ikkinchi odamda puli yo'q. Agar bo'lsa men ham sarflardim desa, puli yo'q bo'lsa ham, sarflamagan bo'lsa ham, niyat qilgani uchun sarflagandaqa savobni oladi. Yana payg'ambarimiz aytadilar: "Va rajulun atahu Allohu malan va lam yu'tihi ilman." Endi uchinchi odam. Bir kishiki Alloh unga mol ato qildi, ilm ato qilmadi. U molini noto'g'ri ishlatadi va uni nohaq o'ringa sarf qiladi. Ilmi yo'q, puli bor. Pulini gunohga sarflaydi. Endi to'rtinchi odam. Bir kishiki Alloh unga ilm ham, mol ham ato qilmadi. Endi u aytadiki, agar menda ham mana bu uchinchi odamga o'xshagan narsa pul bo'lganida, men ham o'qigandek qilar edim. Uchinchi odam qanaqa odam edi? Puli bor, ilmi yo'q, pulini haromga sarflayapti. Endi to'rtinchi odam, ana shu pulim bo'lganda men ham shunaqalarga sarflardim desa, payg'ambarimiz aytibdilar: "Fahuma fil wizri sawa." Endi bu ikkalasi gunohda teng bo'ladi. Ya'ni bandani himmati, niyatiga yarasha tavfiq keladi. Bandani maqsadi va harakatiga yarasha Allohning qo'llovi keladi. Qarang, ilmi bor, puli yo'q. Ilmi bor, puli yo'q. Meni ham pulim bo'lsa sarflardim degdi, savobni teng olyapti. Ilmi ham, puli ham yo'q odam, pulim bo'lsa gunoh qilardim desa, gunohni teng qilib qo'yapti Alloh taolo. Demak, birodarlar, savobli amallar Alloh taoloning fazli ekan. Shuning uchun bir savobli ishni qilsangiz, men qildim demang. Aytingki, Alloh menga shu ishni qildirdi. Banda har qancha katta savob amal qilsin, e'tirof qilish kerak. Nimani? Bu Allohning fazli. Chunki Alloh tavfiq bermaganida, muvaffaq qilmaganida mana shu ishni qila olmas edi. Agar Allohning fazli, yordami, tavfiqi bo'lmaganida bandadan bironta savob amal sodir bo'lmas edi. Astagfirullah. Walaula fazlullohi alaykum va rahmatuhu lattaba'tumush shaytona illa qalila. Mana qarang. Shaytonga ergashganlar jahannamga o'tin bo'ladi. Alloh taolo aytayapti. Agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, tavfiqi bo'lmasa edi, ayrim kishilardan tashqari hammanglar shaytonga ergashib ketardinglar. Siz shaytonga ergashmayotganligingiz, iymonda, taqvoda turganligingiz ham Allohning tavfiqi bilan ekan. Agar Allohning fazli, tavfiqi bo'lmasa, juda oz odamdan tashqari ko'pchilik shaytonga ergashib ketardi deydi. Boshqa oyat. Astagfirullah. Walaula fadlullohi alaykum va rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinnalloha yuzakki man yasha'u wallohu samiun alim. Agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, sizlardan biron kishi biron gunohdan pok bo'lmas edi. Gunohdan tiyilayotganligingizni o'zi Allohning fazli ekan. Gunohdan o'zingizni to'xtata olayotganligingiz Allohning tavfiqi ekan. Agar Allohning fazli, tavfiqi bo'lmaganda gunohdan tiyila olmasdilar dedi Alloh taolo. Oyatning davomini qarang.
Lekin Alloh fazli marhamati bilan o'zi xohlagan kishini poklar. Alloh eshituvchi, bilguvchidir. Jumaga keldingiz-a? Siz o'z keldingizmi? Bittasi chiqdi, mashinasi buzilib qolib ketdi yo'lda. Ana ulamolar aytishadi, agar insonning ilmi komil bo'lsa, qilgan amalini o'zim qildim demaydi. Agar insonning ilmi komil bo'lsa, qilgan savob amalini o'zim qildim deb hisoblamaydi. Agar insonning ilmi komil bo'lgan bo'lsa, meni amalim bor deb bilmaydi. Buni o'rniga nima deydi? Mana shu ishlarni bajarishlikka muvaffaq qilgan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin deydi. Mana shu savobni ish qilishligim Allohning menga bo'lgan fazli marhamati deb biladi. Aqlli, ilmli inson o'zim qildim demaydi, amalim bor demaydi, agar Allohning tavfiqi bo'lsa. Agar tavfiq bo'lmasa, nima deydi? Men qilib qo'ydim buni deydi. Nima qilsak, biz men falon amalim bor demaymiz. Nimalar bizda bor bo'lsa, meni amalim bor deb turib o'zimizga ishonib qo'ymaymiz, katta baho bermaymiz. Ujubga berilmaymiz. Bu haqida inshaalloh keyingi juma gaplashamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.